Bildirmayman shuni. Tayinlashing. Assalomu alaykum. Men Barna Baxtiyorova Neuroland korreksion sentrida pedagog defektolog bo'lib o'z ish faoliyatimni olib boraman. Ushbu o'yinli mashg'ulotimiz bolalarda diqqatni rivojlantiradi hamda xotirani mustahkamlaydi. O'yinning sharti shundan iboratki, har bitta idishchalarga rangli koptokchalar qo'yiladi va bolajonga tushuntiriladi. Yaxshilab koptoklarni ko'rib ol va joyini eslab qol deb aytiladi. Keyin esa qog'oz bilan o'rtasi yopiladi. Bolajon eslab qolgan holatida rangli koptokchalarni joylashtirib beradi. Bu o'yinli mashg'ulotimizda hamda mantiqni rivojlantiradi. Ya'ni qanday bola tartiblarini ko'radi, ranglarini ko'radi va stakanning ustigami, ostigami qayerga qo'yilishini bolajon ko'rgan holatda idrok qilib, tushunib, joylashtirib chiqadi. Bu yerda matematika ham rivojlanib boryapti. Nechta koptok borligini ham sanab aytib o'tib ketadi.